Ofitsiantlikda xatolar maydadek ko'rinadi, lekin ular taassurotni buzadi. 5 ta xato, 5 ta yo'qotilgan ishonch. Marhamat. Boshqa savat buyurtma qilgandim. Buyurtmani takrorlamaslik eng keng tarqalgan xato. To'g'ri yechim buyurtmani ovoz chiqarib qaytar. Mijozdan tasdiq ol. 1 daqiqalik tekshirish 10 daqiqalik muammoni oldini oladi. Kechirasiz, hozir bu taom yo'q ekan. Menyuda bo'lishi oshxonada ham bor degani emas. Mavsum almashadi, taomlar yangilanadi, ayrimlari vaqtincha yo'q bo'ladi. Smenadan oldin aktual menyuni bilish ofitsiantning vazifasi. Har bir mijozning to'lov imkoniyati turlicha. Qimmat har doim mos degani emas. Uka, hozir aytgan ovqatingiz menga ozgina qimmatdek qilar ekan. Shu ovqatda yo'q deb Xo'p bo'la. Har xil narxli taomlarni tavsiya qiling. Qulay tavsiya ishonchni oshiradi. Ofitsiant yangi va eski stollarga navbat bilan xizmat qilishi kerak. Uka, 1 minutga qarab olasizmi? Hozir aka 1 daqiqa. Rahmat. Kim avval kelganini unutmaslik kerak. Rotatsiya adolatli xizmat. Ortiqcha e'tibor bezotalikka aylanishi mumkin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Bizga xizmatlar bormi? Vaqtni his qiling, kerakli paytda keling. Yaxshi ofitsiant kerakli paytni sezadi. Professional ofitsiant xizmat qiladi emas, o'ylab xizmat qiladi. Xatolardan xulosa chiqaring, sifatli xizmatni tanlang. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.